Iltimos qilaman. Somadan ichishga ruxsat bering, iltimos. Bir qultumgina, bor yo'g'i bir qultumgina. Men siz yasha olmayman. Hay, o'zinglar bosinglar. Janob Soma, bu men Zanis. Yo'qolgan qizli yurukani Ardega qaytarib keldi. Uning aytishicha, u o'z yo'lini o'zgartirib oilaga xizmat qilar ekan. Janob Soma, iltimos, men oiladan chiqib ketishga ruxsat bering. Janob Soma. Bu qanday? Bu qanday bema'nilik? Adi, agarda ketmoqchi bo'lsang, narxini to'lash kerak. Tushundingmi? Narxi? To'g'ri. Janob Soma senga shuncha yaxshilik qilganini qaytarishing kerak. 10 million mals manicha yetib qoladi. Yo'q, axir, menda buncha pul yo'q. Shunday emasmi, Janob Soma? Hammasini o'zing hal qil. Animedia.tv taqdim etadi. Ovoz beradi Sato, tarjimon Timing ham Sato. Zindonda qizlar bilan uchrashish yomonmi yoki balki seni zindonda uchrataman? Uchinchi qism. Sen judayam ahmoqsan, Adi. Bu mabit faqat spirtli ichimliklarga qiziqadi va sening gaplaringga umuman quloq solmaydi. Va sen oiladan ketishing haqida hech narsa demagan eding, shundaymi? Qanday uchrashuv, Adi? Janob Zanis. Yaxshiligingdan xursandman. Menga o'lganing haqida aytishgan edi. Nega siz Apple'ni guruhiga yordam bermaysizmi nima? Albatta ular bilan ishlayapmiz. Ammo yana boshqa sabablarimiz ham ko'p. Sabab? Seni ortga qaytarish uchun, Adi. Sen biz uchun juda qadrlisan, bilasanmi? Seni boshqa oilaga qo'yib yubora olmaymiz. Axir adolat biz tarafda-ku. Yo'q, men buni istamayman. Xavotirlanma, Adi. Seni ishlatgan va haqorlatgan Hestiya oilasini yaqinda yo'q qilishadi. To'xtang. Iltimos, Bilvona do'stlarini tinch qo'yinglar. Men Janob Somani oldiga qaytaman. Shuning uchun iltimos uni tinch qo'yinglar. Seni bu gaplaringdan keyin qo'shnimizni ortga qaytardim. Endi oilaga xizmat qilish navbati senda. Mana nima qilishimni istaysiz? Senda ajoyib o'zgarish sehri bor. Qattan bildingiz? Janob Soma menga aytdi. U beparvodir, lekin albatta men bilan gaplashishga vaqt topadi. Sen umringni menga xizmat, oilaga xizmat qilish bilan o'tkazasan. Nihoyat vaqti keldi. Urush vaqti o'yini bo'ldi-ya. Ammo Hestiya xonim mabotlar yig'ilishiga bormayotganini eshitdim. Oqsochli bolani anchadan beri ko'rmayapman. U qochib ketganmikin, ha? Janob Pil qochib ketmaydi.
U hech qachon qochmaydi. Ha, bunga umid qilaman. Ne? Menan umid qilaman. Nihoyat Lilini qattaligini aniqlay oldik. Bu Soma oilasini ichimlik qarorgohi. Ular ichimlik zavodidan ertaga mol jo'natishadi. Va shu bilan esa kechasi qorovullar anchagina kam bo'ladi. Hestiya xonim, bir narsa so'rasam maylimi? Nima, Okakun? Hozirda Hestiya oilasida urush o'yinida g'alaba qozonish eng muhimi emasmi? Lilini qutqargan taqdiringizda ham boshqa oila a'zolari urushda qatnasha olmaydi. Haqiqatan ham bunga vaqtingiz bormi o'zi? Hoy, og'zingni yop. Bil, bunday holatda jang qila olmaydi. Bil, urush o'yinida kuchliroq bo'lish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilmoqda. Ammo u o'z yordamchisi haqida o'ylayversa, bor kuchi bilan jang qila olmaydi. U uning yolg'izligini biladi va uning o'rtoqlarining kuchini ham biladi. Va shuningdek, men unga Lilini qutqarishga va'da berganman. Ma'buda ekanman, albatta so'zimdan qayta olmayman. Hammasi bir-biriga bog'langan. Bilga yordam berish uchun albatta uni qutqarishimiz kerak. Va menga yordamingiz kerak. Ha, bunga qo'shilaman. Ha, albatta, men sizga yordam beraman. Hestiya nima qilyapti? U yana tashqariga chiqmadi, shundaymi? U hozir kasal. Nima xohlaysan? Farzandlaring uni butun shahar bo'ylab quvlagandan keyin isitmasi chiqib ketdi. U buni albatta o'ylab topadi. Qiziq, u qochishga tayyorlanayotganmikan-a? U qachon taslim bo'lishni bilmaydi. Gildiyaga uni yo'qolganini aytishim kerak. Salom, ancha kutib qoldinglarmi? Agarda urush o'yinida g'alaba qozonsam, men Bil Kranelni olaman. Boshidanoq buni eslatib qo'ydim. Agar biz yutsakchi, har qanday shartingga rozi bo'laman. Bastakor, har bitta gapimizni yozib ol. Xo'sh, qanday usulda kurashmoqchisizlar? Qiyinroq shart tanlasanglar qiziq bo'lmaydi. To'g'ri, qo'shilaman bunga. Bizda faqatgina Bil bor. Nega ikkala taraf ham jang qilish uchun bitta vakil tanlamaydi? Senda bitta a'zo bor, chunki sen ahmoqsan. Bu imkoniyatdan unumli foydalanmoqchimisan? Kel, boshqalarning fikrini eshitamiz. Bizga takliflar ro'yxatini tavakkal tanlashimiz mumkin. Buni men qilishimga albatta ishonchinglar komilmi? Sen ishonchlisan va hech kimni sotmaysan. Senga ishonaman, Hermes. La'nati. Kechirasan, bu qamal. Qanday ajoyib. Bu adolatli bo'ldi. Shikoyatlar qabul qilinmaydi, Hestiya. Bu taklifni chiqarib tashlash kerak edi. Bu shartda odamlar soni katta rol o'ynaydi. Bitta odam bilan qal'ani himoya qila olmaysan. Shuna qilib sen yutqazishing aniq. Kechirasizlar, bir narsa aytsam maylimi? Buni faqat Qo'rani tashlagan uchun aytayotganim yo'q. Ammo bu adolatli deb o'ylamayman. Hestiya tomoniga yordam qilsak nima deysizlar? Mumkin emas. Urush o'yini bu oilalar orasidagi jang. Agarda unga yordam bersang, sen ilohiy qoidalarga qo'rqdingmi, Apollon? Yordamchilar g'oyasi seni qo'rqitib yubordimi deyman? Farzandlaringni juda ham yaxshi ko'radiganga o'xshaysan. Ha, to'g'ri. Quraya xonim to'g'ri aytibdi. Ha! Yordam. Sizdan kulyapsizlarmi? Yaxshi, unga yordam berishlar mumkin. Lekin bitta shartim bor. Orariya oilasidan tashqari hamma yordam berishi mumkin. Bunga nima deysizlar? Mayda kesh. Biz hozir noqulay ahvoldamiz. Bilni hozirgi holatini hisobga olsak, bitta yordamchi ham katta gap.
Shundoq ekan, fikr bormi? Orariyadan tashqari yana yaxshi sarguzashtchilar bormi? Bitta nomzod bor. Ammo muzokaralarni Hermesga qoldiramiz. Lekin shunday ham Lilini qutqarguncha kutamiz. O'zingni qanday his qilyapsan, Adi? Juda yomon. Siz rostdan janob Pil va Hessiy xonimga zarar yetkazmadingizmi? Albatta yo'q. Va senga hozir ish bilan keldim. Biza boyib ketishimiz uchun sana o'zgarish sehring kerak bo'ladi. Yana pulmi? Mani ochko'z bo'lganing uchun qidirding. Va Hessiy va janob Pil vaziyatni yomonlashtirdi. Ochko'zlikning nimasi yomon? Men janob erishgan narsalarni xohlayman. Pul, ayollar, ovqat. Bu dunyoning barcha lazzatlarini xohlayman. Men bu oilani yaxshi ko'raman. Qanday yomon ishlarni qilsam ham, men xohlaganimni qila olaman. Bu men uchun eng yaxshi joy. Haqiqiy yuzingni ko'rsating. Kechirasan. Nima bo'lsa ham sen menga yordam berasan. Ertalab zindonga boramiz va nima bu? Bu yerga kalamushlar kirdi. Ular bilan mabuda ham bor. Tushunarli. Ularni yo'q qiling. Shoshmay turing. Axir biz kelishgandik-ku. Ularga zarar bermayman deb so'z bergandingiz. Ular birinchi hujum qilishdi. Xo'sh, nima qilay? Agar shunday qilsangiz, men sizga yordam bermayman. Shunday qilsang, so'man sharobini senga beraman. Unga bo'lgan xohish seni darhol qulga aylantiradi. Sen bu zavqni juda yaxshi eslaysan, ha? Chandra, uni diqqat bilan kuzat. Haroma. Nima bo'lsa ham, butdan chiqishim kerak va ularni butdan olib ketishim kerak. Nega? Men uni yoqtirmayman. Hech narsani ko'rmadim. Xohlaganingni qil. Janob Pil va janob Mikotoning guruhi. Hozir ketinglar. Janob Pil va janob Mikoto. Yordamchi, yaxshimisan? Men yaxshiman. Bu yerdan hozir ketinglar. Bunday qila olmaymiz. Biz seni qaytarish uchun bu yerga keldik. Nega? Men sizlarga boshqa muammo tug'dirishni istamayman. Men sizni bunga aralashtirmoqchi emasdim. Shu uchun men Bil senga kerak. Bil seni qachondir biror marta bo'lsa ham tashlab ketganmi? Sen g'oyib bo'lsang, bunga parvo qilmaydi deb o'yladingmi? Lekin men tufayli Bil va Hessiy xonimga zarar yetadi. Endi bu muhim emas. Biz Apollon oilasi bilan urush o'yinini o'tkazmoqdamiz. Hozirda Bil o'zini mashq qildiryapti va kuchliroq bo'lishga harakat qilmoqda. U buni qila oladi, chunki sen qaytib kelishingga albatta ishonadi. Bil seni kutmoqda. Hozirda hamma unga yordam berishga harakat qilmoqda. Iltimos, bizani qutqar va Bil kunga yordam ber. Hessiy xonim va janob Bil, men sizlarni umuman tushunmayapman. Menga kerakmisiz? Sizga menga iflos odam kerakmi? Nega menga kerak deb aytasiz? Nega bu men bo'lishim kerakligini aytdingiz? Nega? Janob Soma, tashqarida bo'layotgan jangni to'xtating. Iltimos. Iltimos, Hessiy xonimni qutqaring va boshqa hammani ham qutqaring. Iltimos.
Iltimos qilaman, janob Soma. Menga nima bo'lishi qiziq emas. Iltimos ularni qutqaring. Mani sharobimni ichmagan odamning so'zlari menga qiziqmas. Sharobimni ich va eshitaman. Bu ilohiy sharob. Agar sharobni ichib xuddi shu so'zlarni aytsang, men seni eshitaman. İçişim kerak. İçişim kerak. Janob Pila uchun. Iltimos. Iltimos, jangni to'xtating. Men ularga yordam berishni istayman. Nimalar qilyapsan? Hadi. Kamil xonim bu so'zlarni menga aytishi shart emas. Men shu daqiqalar uchun tug'ilganman. Men qilgan barcha xatolar shu daqiqa uchun edi. Endi ularni to'xtatish meni navbati. Iltimos, jangni to'xtating. Unga quloq solmang, janob Soma. Bizga boshqa o'ylar hujum qilmoqda. Jambo Zanis. Jangni to'xtating. Bo'lishi mumkin emas. U hatto barmog'ini ham qimirlatmasdi. Hech bo'lmaganda seni o'ldiraman. Endi qochib yurishingga hojat yo'q, kichkina Lili. Janob Soma, kattakon rahmat. Men uchun yana bir narsani qila olasizmi? Kattakon rahmat. Hissiy xonim. Siz janob Mikoto va boshqalarga rahmat aytishim kerak. Ha, hademay ko'rishasan. Hestiya. Rostdan ham o'sha qiz meni duomni olishadimi? Ha, xuddi shunaqa. U seni ishonchingni oqlay olmadi va uni qo'yib yubording. Unga qilgan ishing tufayli hozirda u anchagina kuchaydi. U nega bunday o'zgargani haqida yana bir marta o'ylab ko'r. Hamma meni qutqarganingiz uchun rahmat. Ammo hali ishimiz tugamadi. Ha, meni qo'shilishim Apollon oilasini qanchalik kuchliroq ekanligini o'zgartirmaydi. Ko'rishguncha. Biz ham ketishimiz kerak. Ketamizmi? Janob Takemikazuchi. Ha. Men hissiga yordam bermoqchiman. Ammo kuchimiz yetarmikan? Nima qilsam ekan, ha? Bitta iltimosim bor. Janob Takemikazuchi. Menga Binni oilasiga borishga ruxsat bering. Sen Hesti oilasiga qo'shilishni xohlaysanmi?
Haqiqatdan ham ruxsat beraman deb o'ylayapsanmi? Meni hayratda qoldirgan Mamuda oldiga. Agarda bormasam, g'azablanadi. Sehrli qurollardan kuchliroq qurol yasashni xohlamaysanmi? Ichimda yonayotgan shunday ehtiros bor ekan, har qanday joyda qurol yasa olaman. Siz buni menga o'rgatgansiz. Oxirgi savol. Nima uchun bu chegarani buzmoqchisan? Do'stlarim deb. Iltimos Ryu-chan, siz Apollon qo'ygan shartlarga javob beradigan yagona odamsiz. Hech kim seni kimligini bilib qolmasligiga ishonch hosil qilaman. Albatta sizga ishonaman, Ryu. Onamiya yana aqldan ozadi. Qila olaman. O'sha maydonda jang qilding, to'g'rimi? Maxluqlar va odamlar bilan kurashish boshqacha. Maxluqlar har doim jiddiy. Ammo odam nima qilayotganini ko'radi va javob beradi. Biror kishini yaxshilab kuzata olsangiz, uni nima qilishini bila olasiz. Bu menga o'rgatilgan narsa va siz yutqazayotganingizda yakuniy zarba hamma narsani hal qiladi. Va qattiq jarohatlangan bo'lsangiz ham sizda imkoniyat bor bo'ladi. Buni unutmang. Ha, kattakon rahmat. Agarda Apollon uni qo'lidan chiqarsa, uni ezg'ilab chiqarishni o'ylagandim. Lekin qilmayman. Agarda shunday qilsam, Mabuda nomimga dog' tushadi. Telegramdagi animeda to'xtatib uchun ovoz berildi. Ovoz berdi Sado, tarjima va tayinlgan Sado. Yomondan ko'p gapirdi boru. Zindon bu anime zo'r, faqat ko'p gapirishi odamni ezvoradi. Amayli, keyingi qismlarda uchrashib qolguncha xayr, bolajonlar. Animeda to'xtatib bilan qolinglar. Esingizdan chiqmasin, ha? Keyingi qism urush o'yini.